Kabe. Mashinalarni mana o'qiyapmiz. Robbimiz bizni mashinalarga nasib qildi. Bu mashinalarni ko'rishni xohlagan Allohim mana sizlarni ham xohlasin. Sizlar ham mashinaga kelinglar. Bu jonli video. Buni haligi o'sha montaj qilgan sohibimiz mana Kabani o'rtoqlar. Tikilib, Kabaga mana tikilib, niyatimizni aytib o'tiribmiz mana. O'rtoqlar, yurtimiz tinch bo'lsin. Podsholarimiz joni sog' bo'lsin. Allohim barcha mana qo'ni qo'shnilarimiz, vatandoshlarimiz, mahalla-ko'ylar, yurtimizda mana bola chaqalarimiz hammasi baxtli bo'lib yashashsin. Mashinalarga kelsin. Hamma hech kim nomus bo'lmasin. Hamma mashinalarga kelsin. Mana jamoatda bittalik juma namozini mashinalarni o'qiymiz inshaalloh. Odamni mana qarayman. Bugun mana jumaga hamma kelgan. Mashina Baytullohni o'qiymiz deb mashinaga kelgan. Allohim bizni mana mashinaga nasib qilib qo'yibdi. Robbimga hamdlar bo'lsin. Amin. Mana yangi mana qurilgan mana maqbaralar ekan mana. Mana yangi qurilgan maqbaralar. Sohot tagidamiz mana. Sohotda hali bahayvatini ko'rsangiz endi Makkani 50 kilometr nariyoqdan ham bu sohot ko'rinadi ekan. Sohot endi qo'yaverasiz endi bu sohot kattaligini. Mana sohot. Serial başladı. Serial Ramazan को Ramazan किधर है? Allah अरे उम्मीद है Allah o'zingga hamdlar bo'lsin. Robbim o'zingga hamdlar bo'lsin. Vakkillaringga bizni keltirib qo'yganingga o'zingga hamd sanolar bo'lsin Allohim. Mana sohot, mana Kaba. Hammalar mashinaga kelinglar. Hech kim nomus bo'lmasin. Kelinglar. Kelinglar mashinaga. Assalomu alaykum. Yurtdoshlarim, mahalladoshlarim, qo'ni qo'shnilar, yorug' birodarlar, sinfdoshlar, mahalla-ko'ylar. Allohim sizlarni ham shunaqa juma namozini o'qish, mana Baytullohda nasr ro'z qilsin. Hech kim nomut bo'lmasin, mana Baytullohga kelsin, maza qilib, ibodatlarni qilib, mana Baytullohda namozlarni o'qishlikka Allohim qodir qilib qo'ygan bo'lsin. Aka niyatlaringiz bordir. Xudo xolasa mana juma kunga mana shu yerda o'qiyapmiz ekan. Juma namozini mana Ka'baga qarab, Ka'ba tagida Baytullohga yetkazganiga Allohning o'ziga bersin. Allohga hamdlar bo'lsin. Hamisha shunday bo'lsin. Zurriyotlarning pok zurriyotlaridan Allohim O'zbekistonlik barcha mo'minlar shu yerlarga chaqirib, Amin. davom qilishini Alloh o'zi nasib qilsin. Allohumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana Ka'bayi mana muazzam. Mana Ka'ba, mana Ka'ba. Mana sohot. Mana sohot mana Ka'ba. Allohim masjidda hammalarni o'qishlikni بنية مقام إبراهيم. Jijja safi jo'ni o'qib olar. O'qib olarsiz. Jijja safi o'qiydi, o'qib olsin deyapti. O'qisin. Mana. Alloh yaxshi.